Sayohatda doimo hamsafar tanlashda adashmaslik kerak. Doimo birga bo'ladigan. Ana shu birga bo'ladigan hamsafarimdan eng zo'ri mana Dilmurodjon do'stim. Do'stim, yana birga dam olamiz. nima deyapti nazari do'stim? Yani nima desam bo'ladi, buni so'z bilan ta'riflashga so'z ojiz. Buni kim kelib ko'zi bilan ko'radi do'stim? Bosh tomondan yaqinlashib, bitta ko'rsataman tog'larni. Osmonga birikib ketgan u mana tomonlarni qarang do'stim. Bu tomonlarni osmonga birikib ketgan. Qoyil qolish kerak bo'lmaz. Maşallah. Tabiatda bunday mo'jizalarga tan bermasdan hech qanday iloji yo'q. Allohga hamd sanolar yetish kerak buni ko'rib. Albatta. Keling do'stim, siz Mana yo'lda o'zingizdan olay, mana shu rakursda siz o'zingizdan ko'rning. Mana buni qarang. Ma'lumot berib ketyapmiz. Bu juda ajoyib joy. To'g'ri bu yerda hozir qiyinchilik bo'ladi, lekin buni ham o'ziga yarasha gashti bor. Yana aytyapmiz ma'lumot uchun, bu yer Qurqul darasi. Bemalol palatka olib kelib dam olsa bo'ladi. Ko'pchilik nimasi bor deb aytish mumkin. Toza havosi bor bu yerda. Shunday shabada kelyapti mana. Shlapani yechganda buni his qilsa bo'ladi. Inshaalloh may oylarida bu yer ham ko'p bo'ladi. Hozir mana 3-mart sanasida turibmiz. Aprel, 3-aprel. 3-aprelda o'zi. 3-aprel sanasida turibmiz. Masalan, endi sekin chiqa boshlagan. Yo'limiz hali olis. O achazorlar chekamiz. Shu qalin ko'nib turgan achazorlar ichigacha yetib boramiz. Mana bu tomonda agar videoda yaxshi ko'rinayotgan bo'lsa, bulut o'sha tog'da uchida bulutlar 3 kun ko'rinib turibdi. Bulut yotgan tog'lar ustiga. Endi bu tomonlarda buni hozir men yaqinlashtirib ko'rsataman sizlarga. Tog'lar ustida qonlar. Hali qonlar shunday turibdi. Endi bu tabiatda har qancha maqtasa, ta'riflasa so'z ojiz-a. Ming do'stim. Buni yaxshilab xalq uchun, muxlislaring uchun Inshaalloh. Bu safarimiz hali boshlanishi. Hali oldimizda to'liq yoz oyi turibdi. Kanalimizga obuna bo'linglar. Videolarimizga like bosinglar. Inshaalloh bu videolarimizni qolganlarga, endi boshqa do'stlarga yetib borishga xizmat qiladi. Ana shunday joylarda barchamizni ko'rish, birgalikda ko'rish nasib qilsin. Qanday agar ma'lumot, lokatsiya haqida ma'lumotlar kerak bo'lsa, YouTube kanalimizda opisiyaniyasida telefon nomerlarimiz bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Hammasini ma'lumot beramiz inshaalloh. Hammadan yaxshi ko'raman.